Sani 65 hamda Yanvar 60 tali modelli ekskavatorlarimizni bir-biridan qanaqa farqi borligini birma-ketin ko'rib chiqamiz. Rider, bust you need it, I'll bleed it. Geeking off a parking bitch, I'm feeling like a demon. Sani ekskavatorimizning umumiy vazni 6 tonna, strela uzunligi 5 metr, maksimal chuqur qazishi 3,5 metr. Yanvar texnikamizning umumiy vazni 5 tonna 600, strela uzunligi 5 metr, chuqur qazishi esa 3,5 metr. Motor qismiga keladigan bo'lsa, Sani ekskavatorimizda yaponskiy Kubota motor, apparatura solyarka tanlanadi, soatiga 3-4 litr solyarka rasxod qiladi, 63 ta ot kuchiga ega. Yanvar texnikamizning motor qismiga keladigan bo'lsa, yaponskiy Yanmar motor, apparatura solyarka tanlanadi, soatiga 3-4 litr solyarka rasxod qiladi, 63 ta ot kuchiga ega. Komplektatsiya qismiga keladigan bo'lsa, ikkala texnikamizning komplektatsiyasi bir xil bo'ladi. 3 ta kovush, gidromold, adapter qaychilar bo'ladi. Mana Yanvar texnikamizdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa komplektatsiya. Salon qismiga keladigan bo'lsa, ikkala texnikamiz ham avtomat korobka, salon qismida konditsioner, pechka, radio sistemalari hammasi mavjud. Quyon toshbaqa rejimlari bor. Ko'rib turganingizdek, oldi qismi lobovoylari hamda yon qismi oynalari ham ochiladi. Xullas, hamma qulayliklari mavjud. Do'stlar, kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Izohlarda plyus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz ham sizga aloqaga chiqamiz, narx-navolar bilan tanishtirib.